sevimli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning insonlar uchun olib kelgan jamiyati bu eng insonparvar va eng zo'r jamiyat edi. Ilohiy kitobda mana shu jamiyatni yaratish uchun kerak bo'lgan hamma narsa gapirilgan. Har bir jabhasi yoritib o'tilgan. Hatto bilasizmi, u yerda ota-onaga farzandning bo'ladigan munosabati haqida ham juda ham chuqur qilib sodda tilda tushuntirilgan. Isro surasining 23-24 oyatlarida aynan ota-onaga qanaqa munosabatda bo'lish kerakligi gapirilgan. Ulardan biri yoki ikkisi ham keksayib qolsa, uf demagin, ularga albatta shirin so'zda muomalada bo'lgin deb aytilgan. Ularga hatto jerkinib gapirish, qo'pol gapirish u yoqda tursin, uf deb ham o'zimizni noroziligimizni ko'rsatishimiz mumkin emasligi gapirilgan. Chunki qariyalar qalbi nozik, farzandlardan mehr talab insonlar bo'ladi. Bilasizmi azizlarim, har bir mo'min musulmonning vazifasi ota-onasini qadrlash. Bu esa bizni ilohiy kitobimizda ta'kidlab aytib o'tilgan.